Ko'pchiligimiz bilasizlar, uyimizda ish qo'yadigan bo'lsa, Xivoga qarab yuramizda. Endi Xivo borishni shart emas. Xivoni ustalari o'zlari shavatda ish boshlab do'stamiz. Adreslarini bilib olinglar. Bu yon tarafda 27-maktab tarafdan, bu yon tarafda Shavat Bolnisa tarafdan kirib kelsangizlar, bir mol bozor ko'chada aytiladi. Endi bu yerda un markazi bor, shuni yon boshida eshik do'kon ochilib topiladi. Xalqqa arzon beraman deb turibdi. Men shuning uchun keldim. Arzon beraman. Birinchi shkol o'zi ishlab chiqaradi. Boshqa liboy do'kon bilan solishtirasizlar. Solishtirib kelaversizlar. Endi bu arzonchilik ochilgan vaqtimi ya qimmatlatorasizlar kerak. Xalqimiz kelib tursa, haydasib tursalar, postyanni shu narx bo'ladi. Ne shundasa xalqqa marza verish kerak. Dumma qimmat to'sam bo'lmaydi. Yashasham kerak bu hayotda, to'g'rimi? Ey shundan ham aytib bo'lmaydi. Bu narsalar hozir ochilgan vaqtda olganlarda aksiya qo'yamiz lekin. Aksiya 2 kun aksiya qo'yib beramiz. Bo'ldi aksiya. Baholarni ko'raylik qarablar. Kelingina. Yani ko'chada eshikimiz shunga qarab ichana girib kelaverasiz yana. No'dan bular? Laminat bo'ladi, avan. Korobkasi 7lik bo'ladi, o'zasi 16lik laminatda ishlanadi. Bular ishi turishini shoda ishlamini desangiz 600 ming so'm pul bo'ladi. Ustonovka qilib bersangiz. Ustonovka qilib hamma narsadan как положено bo'ladigan bo'lsa 900 ming so'm pul bo'ladi. Bunday variantda ham o'y monaqisidan, bam laminat narsa. Kraskalari normal yaxrang. Ava, xudo xolasa kraskaning tekizligini ko'rishingiz mumkin. Yaqinda qaytib bemalol ko'rsang, bu narsadan qo'rqinman ham, qatsinman men. Seri varianti. O'zingiz tushunasiz, eshikdan ochdingiz, yani 1 sant suraman, 10 sant suraman, shu joyda turadi. Ustonovka qaqishlik shunday bo'ladi eshikda. Nashki koronasi yana. Shunday komplekt bo'lgan bo'lsa, zamok pamuklari bilan 900 ming so'm pul bo'ladi. Agar ko'p 5 eshikdan ko'proq bo'lsa, uzun ham kelishib beraman. 70lik variantda. Shunday eshikdan hammasini hamma vaji bilan 800 ming so'm atib qo'yibman. Ko'chadagini sal qimmatroq variant. Bu komplekt 1 million 200 ming so'm tushadi. Bu 1 million 300 lik variant. Sal boshqacharoq. Yani bu naqshi sal qiyrakdan buni. Koronalashlik ustonovka dastlab kelsa hammasi zamok ichida buni. Bu shpon deb aytiladi, toza laminat. Bu 06lik ishlangan, 08 bo'lsa 4.6 chiqadi. Ba'zi 4.2 qoladi. Ba'zan bir eshik hisob kitob etgan vaqti ichine ishlatadigan narsalari, hamma narsasi bilan og'ir bo'lib ketadi. 40 kilo, 50 kilo qarab boradi-da. Shuna 3 qullab qo'yamiz, eshiklar 4 qullab qo'yamiz. Bularni kvadrat metri yetadi bu anda. Zakaz qo'ygandan keyin oynasi ham oddenli bo'ladi. Oynasini chiqib bo'lsa zakaz beradilar. Ava, oynasini figurasi o'zgaraveradi. Agar shunday oyna bo'ladigan bo'lsa, bu qalyonli bu. Sinmaydi. 06. Qalam o'zgaraveradi. Ava, masalan shu oynani o'zi ko'p joyda 700, ko'p joyda 800 deb o'tiribdilar. Aynani ishlab chiqarish o'zida bo'lgani uchun 600 ming so'm atib qo'yibman. Obqilab kelishda eshikda boytiladi. Bu narsa hozirgi lekin laminatdan ishlangan. Laminatda ishlangan 1 million 100 dan atib beraman kvadratini. Bahodirni ko'rib, bu narsalarni kesib beraman. O'yma variantdagi eshik, yana asl beklanishi 3 dan qullab 2 metr 90 lik eshik bo'ladi standart hammasi. Shunday variantda bo'lgan bo'lsa 1,5 milliona o'yingiz ham o'zi bilan boradi qaqishlik ustonovka. 15 yil garantiya bor bu eshikka. Bu zamok qo'yib tursa, zamokdan bir ko'rsatib shunday zamoklar ishlatamiz yani. Bu Sorakit firmasini Toshkent firma hisoblanadidan bu. Turkiya bilan ishlab chiqarishi bir bo'ladi. Shunday zamok ishlatamiz yana. Bular ham yana kvadratli eshiklar. Isha garantiya xudo xohlasa. Liboy joydagi bahodan liboy eshigingizni o'sha plan zoma ko'rdimda, men shundan ham arzon aytib beraman xudo xohlasa.